Demak, o'sha g'alati odamlar qatoriga kirasizda. Nima? Chunki mana pizzani ham orqasidan yozdi. U orqadan yeyish bilmadim endi. Qayerda yozib qo'ygan pizzani oldi orqasi deb dumaloq narsa-ku. Geometriyasi bo'yicha ham mana pizzani undoq oldingiz. Mana qarang. Idealni, mana hamcha bundoq. Mana bu barmoq o'zi o'shaning uchun berilgan. Bundoq bukasiz, bundoq bo'ladi. Вообще-то buni tarelkaga solib, pichoq bilan, vilka bilan kesib yemaganimga rahmat deng. Yo'q, u eng g'alatisi. Vilka qaychi anaqada. Hozir mana yeb bo'ldingiz, mana orqa tarafidan yedingiz. Keyin qo'lingizda eng sochniy joy qolib ketadi. Zo'rda oxirida tiqasiz. Kruassan pizza-ku. Buni yeyish qonun qoidasi boshqacha. Kruassan bo'llik joyidan boshlab yeyishingiz kerak. To'yib qolasiz-ku keyin. O'rtada sizlar nima deb o'ylaysizlar? Pizzani nachinkasidan boshlab yeyish kerakmi yoki krossanli bortikidanmi? Bellissimo pizza orqali zakaz qilib, kommentda yozib boringlar. Endi mazza qilib buni yeyman. Srazu mazza qilsa bo'ladi-yu.